Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Jack AX tikuv mashinkasini ko'rib chiqamiz. Jack AX tikuv mashinkasi 2025-yil yangi variant tikuv mashinkasi. Oldingi varianti Jack A2B bo'lgan. Bu tikuv mashinkamiz o'zgarishlarda, dizaynlari o'zgargan va knopka joylanishlari qulay va yaxshiroq qilingan. Keyin burun qismlarini o'ta yaxshiroqdan qo'ygan Jack AX ga. Og'zi ham o'ta past bo'lgan, ishlashlari o'ta yumshatilgan. Chenlogli mexanizmlarni ham yaxshisidan qo'yilgan. 3 yil kafolat mexanizm qismiga kafolat beramiz. 3 yil motor qismiga kafolat. Motori yo ekran qismi kuysa, bepul o'sha joyi almashtirib beriladi. Sifati zo'r, tikishlari o'ta yumshoq, yaxshi tikuv mashinkasi. Keyin Jack AX tikuv mashinkasida qalinlarni ham bir xil tekisligida tikib ketadi. Bezatkasi tikadi, 4 qavat chapon qalinlikda. Umuman qiynalmasdan bemalol shu videodagidek Jack AX ning reklamasidagidek bemalol tika oladi. Qalin matolarni ip uzmaydi. Elektr energiya past kuchlanishda 100 volt o'zida ishlab beradi. Qaychilik mashinkalarning ichida eng pastroq ishlaydigan Jack AX bo'ladi. To elektr energiya baland kuchlanishda yana zashtalarni ham o'ta moshni qilingan. Zashtalari elektron qismini moshni qilingan, o'zini o'zi tezlikda zashta qiladi. Baland elektr energiya kelsa 250 voltlardan ziyodroq kelganda o'zini o'zi avtomatik to'xtatib zashta qila oladi. Tikuv mashinka sifati zo'r, har taraflama yaxshi qilingan 2025-yil varianti. Qulay, qalin yupqa motorlarni bir xil tekislikda tikadi va cho'ziluvchi motor hammasini bir xil tekislikda tika oladi. Malol qalinni ham arqa-oldin bera olasiz. Sifati zo'r tikuv mashinkasi. Mashinkamizning knopkalariga keladigan bo'lsak, knopkalari igna tepaga to'xtashi, pastga to'xtashini reglovka qiladi. Kelgan paytingiz igna faqat tepada to'xtaydi. Yana bir marta bo'lsangiz chiziqcha pastga tushadi. Igna tikkan paytingiz faqat pastga to'xtaydi. Bu qaychisini o'chirib yoqadi. Bu yerdan nuqtacha yo'qolib qolsa, qaychi o'chgan bo'ladi, qaychi bermaydi. Yana tikib kelasiz. Qaychi knopkasini bo'lsa, nuqtacha paydo bo'ladi, ishlash boshlaydi. Xo'sh, yosh bachalar knopkasini bosib tashlasa, o'pshiga reset knopkasi bor. O'zini o'zi zavod nastroykasiga qaytarib beradi. Avto nastroyka deyiladi. Plus tezligini oshiradi. Minus sekinlashtiradi. S knopka, P knopkasi saqlanib qo'yadi va boshqa knopkalari o'zining nastroykasiga kiradi. Manzil Buxoro viloyati G'ijdon tumani Dehqon bozori yaqinida tikuv mashinka magazin. Mashinka bozor desa hamma biladi.